بسم الله الرحمن الرحيم. جحا والرمان. جحا وعنار. عنار العرض مثلا. خرج أحد العلماء من بلدته في جولة في البلاد المجاورة ليباحث علماءها في أمور شتى ويناقشهم فيها. Ulamolarning biri o'z shahridan boshlab javla sayrda, aylanishda, ya'ni qo'shni shaharlarda sayrga chiqdi. Nima uchun? O'sha qo'shni shaharlarning ulamolari bilan birgalikda turli xil ishlar borasida yoki ishlarda bahslashish uchun va ular bilan munoqasha qilish uchun u yerda. وكلما ذهب إلى بلدة har qachon bir shaharga borganda jalasa ma'a ulamaiha, o'sha ularni ulamolari bilan birga o'tiribdi va ular bilan suhbat quribdi o'zaro ko'p mavzular borasida, turli xil mavzular borasida va mavzu emas ishlar ekan, falam yastati' ahadun an yaghlibahu, biror kimsa uni yenga olmabdi. وكان هو دائما راجح العقل. u doimo fikri bir rojih edi, fikri to'g'ri bo'lib chiqardi. ومرة bir safar كان يجلس مع علماء إحدى البلاد. u shaharlarning birini ulamolari bilan birgalikda o'tirar edi. يناقشهم, ular bilan munoqasha qilib, ya'ni muzokara qilib. ويحاوروهم في جميع الأمور, ishlarni barchasida ular bilan o'zaro suhbat qurib o'tirardi. فلما ضاقوا به, ular uni joniga tekkach, ular joniga tegib ketdi mana shu kishi va ularni biri unga aytdiki, qani endi sen Juho bilan birgalikda bir yonma-yon o'tirib u bilan suhbat qurganingda edi deb aytibdi. Olim aytibdiki, al-alim, o'sha olim aytibdiki, kim bo'ldi bu Juho deb aytibdi. Ular shu hozir bo'lgan kelganlarning biri dediki, u ilmi juda ham keng va fikri to'g'ri, fikri juda ham rojih bo'lgan kimsadir dedi, kishidir. Va qala akhar, boshqasi aytdiki, va ma'a Juha yusbihu al-ghalib mag'luban. Va boshqasi aytdiki, Juho bilan birgalikda g'olib mag'lub bo'ladi dedi. Mag'lubga aylanadi yoki deb. Olim aytdiki, fi tahaddin, ya'ni da'vat qilgan holda aytdiki, ayna ajidu Juha hada, men mana bu Juhoni qayerdan topaman dedi. Ularning biri dediki, u Quvanya deb chaqiriladigan shahardadir dedi. Holbuki u bizning bu shahrimizga yaqindir. Qoribatun,